Assalomu alaykum Said aka. Bu bemor sizga nima shikoyat bilan kelgandi? Va alaykum assalom. Siz shunaqa holat eshitganmisiz? Oyoq boshqa kun tartibi bilan, tana boshqa kun tartibi bilan yashaydi. Yo'q, eshitmaganman. Men sizga hozir tushuntirib beraman shuni. Bemor shikoyatlari shunday bo'ladiki, ular kun bo'yi yaxshi yuradi, lekin kechga borib, soat 9 da, 10 atroflarida endi dam olishga o'tirganda yoki uxlash uchun yotgan paytida bu bemorlarda oyoqlari giperaktiv harakat qilgisi keladi. Bu bemordan oyog'ing og'riydimi degan savol bersangiz, bu yo'q, buni og'riq deya olmayman, lekin oyog'im g'alati bo'ladi, uyushadi, xuddi chumoli yurgandek bo'ladi va menda tinimsiz harakatga undovchi his paydo bo'ladi deyishadi va u bemor turib yurib boradi. Yurib ozgina harakat qilgandan keyin og'riqlar, mana shu shikoyatlar o'tib ketadi. Shuning uchun ham bu bezovta oyoqlar sindromi deb ataladi. Bu nevrologik kasallik bo'lib, bizda sensomotor nervlarimizni aktiv ishlashi hisobiga yuzaga keladi. Bu kasallikning kelib chiqish holati idiopatik yoki simptomatik bo'lishi mumkin va ko'p hollarda genetik faktorlar, ya'ni irsiy nasldan naslga o'tadi. Bundan tashqari ko'p uchraydigan holatlari minerallar va vitaminlar yetishmasligi. Bizda markaziy nerv sistemamizda qora substansiya degan markaz bor. Ana shu joyda temir tanqisligi yuzaga kelsa, dopamin sintezi buziladi va bu kasallik dopaminniy narusheniya hisobiga kelib chiqadi. Davolanish usullari bir nechta. Avvalambor sog'lom turmush tarzi, sog'lom ovqatlanish, ya'ni bizda qon tomirlarimizni torayishi, stressga olib keluvchi mahsulotlardan tiyilish, bular bo'lishi mumkin kofe, Coca-Cola va boshqa shunga o'xshagan kofein preparatlar. Undan tashqari yengil jismoniy harakat. To'g'ri, bu bemorlar kechasi bilan yaxshi uxlamaganligi uchun kunduzi apatiya holatida bo'ladi, ya'ni kayfiyatlari yaxshi emas, tushkun holatda, holsiz, charchagan holatda kun bo'yi yuradi. Lekin shunga qaramasdan bemor yengil jismoniy harakatlar bilan mashg'ul bo'lishi kerak. Misol uchun suzish mumkin yoki ertalab va kechki payt uxlashdan oldin yengil yurish ham yaxshi yordam beradi. Bundan tashqari eng asosiysi bizda defitsitlarni keltirib chiqargan vitamin va minerallarimizni o'rnini qoplashimiz kerak va eng katta yordam nevrologik davolanish, bu o'sha markaziy nerv sistemamizni davolashimiz kerak bo'ladi. Bu kabi belgilarga befarq qarash juda ham noto'g'ri, chunki bir necha oylab, kerak bo'lsa yillab kechasi bilan uxlamagan bemorlarda juda ham katta gormonal buzilishlar yuzaga keladi. Gormonlar buzilishlari esa bizga keyinchalik boshqa kasalliklarni keltirib chiqaradi. Agar o'zingiz yoki yaqinlaringiz bir necha oydan beri shu kabi shikoyatlar bilan uxlamasdan kechasi yurib chiqayotgan bo'lsa, bizga murojaat qiling.